Agar siz Jetaur va Tracker va Cobaltga propan qo'ymoqchi bo'lsangiz, bu ma'lumotni bilishingizlar shart. Ya'ni bularga ideal holatda propan ustanovka qilib beryapmiz. Ahamiyat bo'lib qo'ysizlar, Jetaur torpilli jihoz bilan jihozlab beryapmiz. Bu avtomobilga Alex va doполнительный bloklari bilan va fitting tashlaganmiz. Fitting tashlashlik обязательно shart. Ustanovkaga ahamiyat berib qo'ysa, yubileyniy bo'lgan Nordic reduktorlar bilan eng qimmat bo'lgan Barakoda farsunkalar bilan zavodskiy qilib ustanovka qildik. Hop, bu tomonga keladigan bo'lsak, bu tomonda Tracker avtomobilimiz. Biz hamisha aytamiz, suv sirkulyatsiyasi qancha yaxshi bo'lsa, pravekka mashina shuncha zo'r beradi. Ya'ni yanada ko'proq yuradi. Ya'ni pechkadan suv sirkulyatsiyasini oladigan bo'lsangiz, original xomutlarda cho'tki qilib ustanovka qilyapmiz. Ichkarida ham bitta Captiva avtomobilimiz tayyor bo'lyapti. Bu tomonda Cobalt, ko'pchilik so'ragan скоростной farsunkalardan 12 avtomobiliga propan ustanovka qilib beramiz. Agarda sizga mana shu ustanovkalar narx-navoz qiziq bo'lsa, Sardor metangizga obuna bo'ling. Sizga sifatli holatda 24 ga 7 propan va metan ustanovka qilamiz. Bu tomonda Gentra avtomobili bor. Xizmatimizdan foydalanish uchun pastda raqam qoldiramiz. Albatta, obunachilar uchun mega skidkalar zo'r bo'lmoqda. Faqatgina siz kelsangiz bo'ldi. Sardor metangiz.